Assalomu alaykum Urgutli akalar, qandoqsizlar, yaxshimisizlar? Urgutdagi eng arzon va sifatli darvozalar qayerga yasashini bilasizlar? Men sizga hozir buni ko'rsataman. Telefon raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib, yana to'liq ma'lumot olishingiz mumkin o'zingiz. 121 xil turdagi darvozalarimiz bor. Eng arzon va optim narxda birinchi qo'ldan yasatib berishadi. Usta akamizdan mana suhbat olamiz. Aytgani? Ijodlar, mana shu darvozalarni yasashni boshladik. Mana Toronjakda darvozalarimiz 100 xildan oshiq darvozalarimiz bor. Fasollar, keyin materialga qarab narxlari chiqaveradi. Asosan darvozalarimiz mana shu darvozamiz 550 mingdan boshlab 600 mingga qadar chiqaryapmiz kvadratini. Materialiga, keyin qalin yupqaligiga qarab chiqaveradi, kvadratiga qarab. Kvadratlari 550 mingdan boshlanadi bularimizni. Keyin bularimiz 660 ming, 670 mingdan chiqaryapmiz bularimiz kvadrati. Nejvinkali fasollardan. High-tech usulda. Bular Dubay deyiladi. Keyin narigisi high-tech. Bularimiz ham shu narxda 670 mingdan chiqyapti. Hech kimga yo'q, fasonni ham o'zlaring chot qilib yasab bera olasizlar. Urgutda birinchi bo'lish uchun. Hammasini chiqazaveramiz. Fasolga tanlashiga qarab 2 qavatli, 3 qavatli, 4 qavatli hamma fasollar chiqazaveramiz birinchi qo'ldan. Birinchi qo'l, aka. Shu yerda o'zimiz yasab, materiallarimiz ham xudo xolasa kelyapti. Manzil katta To'linjak mahallasi, G'o'stiyli ketirishga Lesnoy shkoladan o'tgandan keyin mana shu yoqqa kelaverasizlar. Albatta eng arzon optim narxga qilib beramiz. Sifat foydadan ustun. Kimga darvoza kerak bo'lsa, o'sha tanish biz aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.